Hop, assalomu alaykum birodarlar, nima gap? Charchabsizlar? Короче, yangi unaqa ochdim. Playlist ochaman. Короче, MXMda o'zim bilgan narsalarni hammasini shu katta time framedan, oylik, haftalik time framedan to 1 minutlik time framega tushib, tasdiq olib, confirmation olib, entry qilib, qayerga tushish, qayerda chiqish, qanaqa ishlashga, короче, hammasini o'rgatmoqchiman. Katta tipa anaqa bo'ladi, nima desa bo'ladi, mentorshipga o'xshagan narsa bo'ladi. Просто bu men o'zim ham охуетный narsalar qilib yuborganim yo'q. Просто o'zim bilgan narsalarni ham praktika qilish maqsadida qilyapman. Shu top down noldan boshlab MMX'ni to'liq o'rganamiz. Nimalar bo'ladi? Bitta video chiqadi. Part 2, part 1 bo'lib. Hop, bunda nimalar bo'ladi? Ikkita phase bo'ladi. Phase 1, phase 2. Mana phase 1 ni ko'rib turishinglar mumkin. Phase 1 nimadan boshlanadi? Long term perspective. Long term perspective nima? Long term perspective bu shu katta time frame'larda, mana haftalik, kunlik, oylik time frame'lar kiradi. O'shalarda order flow'ni aniqlab, keyin entry'ga o'tish, keyin qolgan time frame'larga o'tish bo'ladi. Xullas, long term perspective katta time frame'larda shunda bir time frame'ga qarab, bugun trade qilish kerakmi, kerak emasmi bilib olasizlar. Shunda bir o'ziga qarab. Hop, keyingi part intermediate term perspective. Intermediate term perspective'ga H4 time frame'dan H1 gacha kiradi. Bunda tasdiq olishi boshlanishi, asosiy yo'nalish topish kiradi. Bu shu H4, H1 time frame'larda qanaqa ishlash, nimalarga e'tibor berish kerak, shular ko'rib chiqamiz. Intermediate term perspective, o'rta time frame'lar, короче, shunaqa. Va short term perspective. Bunda nimalar bo'ladi? Bunda shu bu short term perspektivga M15, M5, M1 time frame'lar kiradi. 3 ta time frame. M13, короче, shunaqa M10 o'shalar ham kirib ketaveradi. Короче, M15 dan kichkina time frame'lar. Bu bizga nima kerak? Bu entry qilish va target qo'yish, короче, shunaqa narsalar. Entry qilish, qayerdan entry qilish, tasdiq topish, aniq short term perspektivda keyin vaqt qo'shiladi. Qanaqa vaqtni ham qo'shib ishlash, qanaqa tasdiqlar olishimiz kerak M15 da entry qilish uchun, M5 da entry qilish uchun va putting all together. Va bunda qaysi time frame'dan qaysi time frame'ga o'tish kerak, weekly'dan qaysini tasdiq olish kerak, H1da qaysini tasdiq olish kerak, H2dagi PDRA'dan qaysi time frame'da tasdiq olish kerak, hammasi ko'rsatib beriladi. Hammasi bir o'sha long term, intermediate term, short term uchalasi bir qilib ishlatib ko'rsatib beradi real bozorda. Va order pair'ingda real bozordan, короче, shu o'rgangan narsalarimizni hammasini tipa praktika qilamiz. Praktika 3 ta praktika dars chiqadi bundan tashqari. Общий 8 ta и 10 tacha, uzoq 10 ta dars bo'ladi phase 1 da va keyin phase 2 ga o'tamiz. U yog'idan nima psixologik narsalar, короче, mayda-chuyda narsalar. Mana shu narsalar hammasini qanaqa ishlatilish, realni miyada qanaqa phase 1 da просто o'rgatiladi. Phase 2 da u qanaqa ishlatish kerak, qanaqa ishlatiladi, qachon ishlamaydi, qachon ishlaydi, shularni hammasini ko'rib chiqamiz. By me, короче, shunaqa bolalar. Bu birinchi video bo'ladi, bu start video bo'ladi. Просто shu ko'proq odam ko'rsa yaxshi.
dars endi albatta o'zim uchun chiqaryapman birinchi navbatda. Ko'proq odam ko'rsa, ko'proq odamlar o'rgansa yaxshi. Shuning uchun shu birinchi dars chiqadi. Bu videodan keyin long term perspektiv, katta time frame'larda ishlash haqida dars chiqadi. Faqat buning uchun bu video normalniy aktiv bo'lishi kerak. Ko'proq odam ko'rishi kerak. Tipa shu ko'rayotganlar tarqatib, короче, shunaqa narsalar qilib, yangi treyderlarga tarqatib, signal kanalda o'tirgan treyderlarga tarqatib borsanglar, layk bossanglar, komment yozsanglar, ko'proq odam ko'radi, ko'proq odamga foydasi bo'ladi va qolgan darslar tezroq chiqadi, zo'rroq chiqadi. Xullas shunaqa. 100 ta prosmotr deylik, masalan, 100 ta odam ko'rsa, mana shu birinchi start darsi videoni, keyin o'sha darslarni boshlaymiz. Long term perspektivdan boshlaymiz. Hammasini birga o'rganamiz, короче. Yaxshi tushungan bo'lsanglar, nima qilishni bilgan bo'lsanglar, qolgan videolarda ko'rishamiz degan umiddaman, Xudo xohlasa. Paka bolalar unda.